Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun siz bilan izo jarayonlarini, ya'ni izobarik, izotermik va izoxorik jarayonni o'rganish qurilmasi bilan tanishamiz. Ushbu ko'rib turgan qurilmamiz mana shu izo jarayonlarini o'rganish qurilmasi hisoblanadi. Avval biz qurilmani umumiy ko'rinishi bilan tanishib olamiz. Eng birinchi mana bu joyda qurilmani yoqib o'chirish tugmasi mavjud. Bu esa ekranda bosimni ko'rsatib beradi. Mana bu yerda esa temperatura elektronlik o'lchab beriladi o'zi qurilmani o'zida. Bu tugmachamiz esa isitish vazifasini bajaradi. O'ng va chap kolbalar mavjud bo'lib, mana bu kolbamizda biz izobarik jarayonni o'rganishimiz mumkin. Ikkinchi kolbamizda esa izotermik, izobarik va izoxorik jarayonlarni o'rganib olamiz bemalol. Asosan birinchi kolba haqida gaplashadigan bo'lsak, birinchi kolbani tepa qismida suv solish uchun mo'ljallangan maxsus teshik bo'lib, bu yerda suvni maxsus o'zini jadvalda ko'rsatilgan gradusgacha qizdirgan holda suvni solamiz va keyin tajribani bajarib bo'lganimizdan keyin umumiy holda mana bu jo'mrak orqali biz suvni bo'shatib olishimiz mumkin, to'kib olishimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi kolbamizda esa bu yerda ham jo'mraklar mavjud. Ichida bu yoqda millimetrlik ko'rsatkichlari mavjud hamda porshinlardan iborat. Porshinni yuqoriga va pastga siljitish orqali biz hajmni o'zgartirishimiz mumkin va millimetrli shkala orqali esa uzunlikni o'lchash orqali hajmga bog'lab jarayonni amalga oshiramiz. Va bu mana bu jo'mrak esa bizga kolba ichidagi bosim va temperaturani xonadagi bosim va temperatura bilan moslash vazifasini bajaradi. Ya'ni bir ochib o'tganimizda mana shunday kolba ichidagi bosim va temperatura xona temperaturasi bilan bosimiga tenglashadi. Endi biz mana shu 3 ta jarayon, ya'ni izobarik, izoxorik va izotermik jarayonlardan bittasi, misol uchun izoxorik jarayon bilan tanishib o'tishimiz mumkin. Izoxorik jarayonni o'rganamiz va eng avvalo qurilmani biz qo'shib olamiz. Qurilma qo'shilgandan keyin mana bu ko'rsatkichlarimiz orqali bizga bosimni va temperaturani dastlabki kolbani ichidagi dastlabki qiymatini bizga ko'rsatib beradi. Mana shu qiymatlarni biz belgilab olamiz va dastakni burash orqali porshinni o'rta qismga keltirib olamiz. Hozir o'rta qismga moslangan. Endi bizga hajm izoxorik bo'lganligi uchun hajm o'zgarmas bo'lgan jarayon. Shuning uchun endi porshinga tegmaymiz, o'zgartirmaymiz va keyingi jarayonga o'tamiz. Keyingi etapga mana bu isitish tugmasini bosish orqali temperaturani 2-3 gradusga o'zgartirib olamiz. 2-3 gradusga o'zgartirganimizdan so'ng isitish tugmasini o'chiramiz va keyin yana 2-3 daqiqa kutamiz. Va bu kutishimiz mana bu joydagi temperaturani muvozanat vaziyatga kelishini ta'minlab beradi. 2-3 daqiqa kutganimizdan keyin mana bu yerda ko'rsatadigan temperatura va bosimni o'zgarishini yana qayd etib olamiz. Va bu joyda dastlabki va keyingi bosimlar va temperaturani o'zgarishlarini yozib olganimizdan so'ng P1 taqsim T1 teng P2 taqsim T2 ifodamizga moslagan holatda shu tengligimiz o'rinli bo'ldimi yo'qmi, mana shuni tekshirib olamiz. Agarda ikkalasi bir-biriga teng bo'lsa, demak izoxorik jarayon haqiqatan ham izoxorik jarayon ketyapti va biz ishni to'g'ri bajargan hisoblanamiz. Va keyingi yana ikkinchi natijani olganimizdan so'ng isitish tugmasini yana bir marta bosish orqali temperaturani yana 2-3 gradusga o'zgartiramiz va 2-3 gradusga o'zgargandan so'ng isitish tugmasini bosgan holatda xuddi yuqoridagi jarayonni qilamiz. Ya'ni yana 2-3 daqiqa kutamiz